6-7 yoshdan boshlab uy ishlarini hammasini qilishi shart bola. Yoshligimizda onam odamlar nuqul gap talashib qolishardi. Qizlarni qiynamay, ishlatavermang deyurardilar onam. Bular hali turmushga chiqqandan keyin juda ishi ko'p bo'ladi. Bizning davrimizda dam olishsin derdilar-da. Adam yo'q derdilar. Hozir o'rganish kerak, hozir mehnat qilish kerak derdilar-da. Uylar toza bo'lishi kerak. Maktabdan kelgandan keyin adam kelguncha bir narsa biz qilishimiz shart edi. Yozgi kanikullada maktabga bormaganimizdan keyin ertalabdan kechgacha bo'sh bo'lardi. Obedgacha bizani hovliga chiqazaverardilar adam va o'zi ishi yo'q hovlida. Lekin begona o'tlar o'syapti. O'sha begona o'tlarni to есть ildizi bilan olib tashlaysanlar deb bizani o'sha yerda ishlatardilar. Lekin opam uyda ichida qolib ketardilar. Voy qizlarni nima qilasiz, qiynab bularni optaveradi boshini. Adam aytadilar, yo'q, chiniqsin ishga derdilar. Adam glavniy bo'lgandan keyin biz odamga bo'ysunardi. Opam gapirib qolib ketaverardilar-da. O'sha narsa katta ta'sir ko'rsatgan. Mana bugungi kunda men ishdan qo'rqmayman, to'g'risi. Ish mendan qo'rqadi. Bolani yoshligidan tarbiya qilish kerak va mehnatga o'rgatish yoshligidan boshlanish kerak. 5, 6, 7 yoshdan boshlab uy ishlarini hammasini qilishi shart bola. Ana o'shanda har qanaqa ishga u uddasidan chiqadigan inson bo'lib yaratiladi.